Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan issiqxonada bodring ko'chat yetishtirish haqida gaplashamiz. Mana bu ko'rib turgan bodring ko'chatinglar bugun 5-fevral, buni ekilganiga 4 kun bo'ldi. Mana 4 kunda shunday bo'ldi. Ikki quloq, ya'ni 2 barg chiqardi. Buning yarmidan ozroq qismini bo'lib qo'yganmiz. Bu bir kun kech ekilgan, ya'ni buni ekilganiga 3 kun bo'ldi, buni ekilganiga 4 kun bo'ldi. Mana bu boshqa nav, bunisi boshqa nav, bunisi boshqa nav. Xona haroratiga keladigan bo'lsak, ko'chada minus gradus bo'lishiga qaramasdan ichkari mana 20 gradus ko'rsatyapti. Ko'chada qor ham yog'yapti hozir. Buni qancha kunda stakanga o'tkazamiz, ya'ni stakanga ekamiz deganlar uchun bu yana bir haftalar ichida o'sib, bo'y cho'zib to'k yashil rangga kiradi. Hozir bu och yashil rangda. To'k yashil rangga kirgach, bularni birma-bir olib stakanlarga o'tkazamiz. Stakanga o'tkazgandan so'ng yana bir hafta o'sadi va barglari qalinlashadi, yiriklashadi. Barglari yiriklashgach, hozir bu yeringlarni plyonka bilan yana bir qator qilib o'rab qo'yganmiz, issiqlikni ushlab turish uchun. Barglari qalinlashib, o'sib yetilgach, bu yerdagi ismaloqlarni o'rib olib, bu yerni buzib, qaytadan yerga ishlov berib, bu yerga o'tkazamiz. Yerga o'tkazilgach, issiqlik, suv yaxshi bo'lsa, yerga o'tkazilgan kundan boshlab 1 oyda, ya'ni tuxum ekilgandan boshlab 60 kun, yerga o'tkazilgandan boshlab 30 kunda hosilga kiradi, ya'ni meva berishni boshlaydi. Hosilga kirgach, hosil terib olinadi va bozorlarga olib chiqiladi. Agarda video foydali bo'lsa, videoga обязательно like bosing. Bundan qiziqarli videolar hali oldinda.